O'zbekiston Respublikasida 4-hokimiyat deb ataluvchi shu el yurtimizga fidoyi matbuot xodimlariga murojaat. Assalomu alaykum. Yurtimizda faoliyat ko'rsatayotgan fidoyi jurnalistlar, muxbirlar hamda taniqli blogerlar. Yaxshimisizlar? Sog' salomat, elim deb, yurtim deb, el yurt dardini aytishdik, yoritishdik, prezidentimizga yetkazishdik, mas'uliyatli burch bo'lmish jurnalistik faoliyatlaringiz bilan charchamayapsizlarmi? Ana shunday el yurt manfaati, tinchligi, kelajagi yo'lida qilayotgan ijodiy ishlaringizga muvaffaqiyatlar, o'zlaringizga sog'lik, salomatlik tilab, sizlarga murojaat etuvchi Kamina Rahim Ibrohimov, Samarqand viloyati Narpay tumanida yashayman. Ma'lumotim o'ta maxsus, mutaxassisligim elektrogenerator. Shu sohada har qanday isrofgarchilikni tez anglayman va shu isrofgarchiliklarni bartaraf etishda tez va ishonchli yechim topa olaman. Ana shunday isrofgarchiliklardan biri quyidagicha edi. Ya'ni 2000-yilgacha Narpay tumanimizda sho'rdan oqargan yer maydonlarini umuman ko'rmas edim. Shu yildan boshlab sun'iy ko'l va ko'lmakchalar paydo bo'lib, Tamarqa va katta yer maydonlarimiz sho'rdan oqara boshladi. Buning sababini birdan angladimki, bizning yuqori hududimizda joylashgan qum shag'alli bo'lgan Qaratog' etagi yerlarni nasoslar yordamida sug'orishda elektr energiyasi hisobidan bebaho ne'mat bo'lmish suvning isroflanishining oqibati deb bildim. Shundan so'ng bunday energiya, suv, yer isrofgarchiliklariga achinganimdan befarq bo'lolmaganim bois nasoslar suv tashlaydigan kanallar o'rniga katta polietilen quvurlarga o'tib, unda bosim kuchini hosil etib, so'ngra tomchilatib, yomg'irlatib sug'orishni joriy etish kerak degan tuman va markaziy gazetalarga takliflar berib, tegishli hamma vazirliklarga murojaat eta boshladim. Biroq 20 yildan buyon avval gazetalarga, so'ng radioda, televizorda, keyin internetda chiqargan yangilikka loyiq taklifimga yangicha usul bo'lgani uchundir tegishli vazirliklar e'tiborini qaratib olmayapman. Buning oqibatida qanchadan qancha suvimiz isroflanib, yerga singib, pastki hududdagi yerlarimizdan sizib chiqib, sho'rlantirayotgandan tashqari, yiliga 50 milliarddan ortiq so'mlik energiyamiz tabiiy imkoniyat bo'la turib ko'kka sovurilmoqda. Ushbu taklifimni to'liqroq oldingi efirlarimdan ham bilib olishingiz mumkin. Shukrlar bo'lsinki, hechdan ko'ra kech bo'lmasdan 2025-yil dekabr oyida muhtaram yurtboshimiz Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga murojaatda ham ochiq kanallar o'rniga suvni isrofgarchiliklarni oldini olish maqsadida yopiq quvurlarga o'tish kerakligini aytib o'tdi. Hurmatli yurtboshimizning aynan shu so'zlarini inobatga olib, shu yurtga bo'lgan muhabbatlaringiz bilan astoydil kirishib, 20 yildan buyon tegishli hamma joylarga murojaat qilayotgan mana shu taklifimni joyida o'rganib, yoritib berishlaringizni sizlardan iltimos deb so'rab qolaman. Chunki sirqiyosh yurtimizda hamma narsa bo'lsa-da, afsus, hayotimiz, yashashimiz uchun eng keraklisi bo'lgan suv resurslarimiz cheklanganini, kelajakda bundan ham kamayib ketishini ko'pchiligimiz yaxshi bilamiz. Shu boisdan bor suvdan aqlona, samarali foydalanishni davrni o'zi bizdan talab etmoqda. Buning uchun avvalo yurtimizda polietilen, plastmassa xomashyosi va chiqindilari ko'pligidan, hamma yerda sochilib yotganidan bularni qayta ishlab katta polietilen quvurlar chiqaradigan zavodga ehtiyoj borligi sezilmoqda. Shunday katta quvurlar hozirchalik O'zbekistonda yo'qligidan suv, energiya, yer isrofgarchiliklariga achinganimdan yana bir hamma biladigan kuch, foyda manbai bo'lgan bor imkoniyatdan foydalana olmayotganligimiz bilinmoqda. Ya'ni mexanikaning oltin qonunida kuch bor joyda energiya bor joyda kuch bor deganidek, hammamiz 2000-yilgacha elektr energiyasini faqat qaysidir kuch ta'sirida GES va GRESlardan olinishini bilar edik. Keyin quyosh nuri kuchi ta'sirida quyosh panellaridan tok olish paydo bo'ldi. So'ngra shamol kuchi ta'sirida shamol generatorlaridan elektr energiyasi olinishini ham bila boshladik. Ular qatoriga yana bir elektr nasoslar ishini o'rnini bajaradigan tabiiy kuch manbai bo'lgan zo'r usul bor. Ya'ni yurtimizda avtomobillar gazga o'tmasdan oldin bakidan shilang yordamida yoqilg'i olayotgan haydovchilarni ko'rmagan inson bo'lmasa kerak. Xuddi shunday usulga, jarayonga asoslanib, tabiiy imkoniyatdan foydalanib, suvda quvurlar yordamida tabiiy bosim tortish kuchini hosil etib, bu usulni qo'llasak, elektrda ishlaydigan ko'plab nasoslarga ehtiyoj yo'qolar edi. Shunday samotar usul yo'li bilan elektr nasoslarga bo'lgan muhtojliklarni kamaytirib, keyinchalik bu usuldan energiya olishni ham uddasidan chiqa olsak, yurtimiz iqtisodiga juda katta foyda bo'lar edi. Aynan ushbu so'zimga shunday jarayon bo'lishiga misol qilib ushbu taklifim tug'ilgan edi. Ya'ni dengiz sathidan 519 metr balandlikda joylashgan Zarafshon daryosining Damxo'ja gidro o'zilida artezan quduqlari burg'ulanib, Qaratog' etagi bo'ylab Dash hududidan Navoiy shahri tomon dengiz sathidan
390-400 metr balandlikda yergacha tortilishi kerak bo'lgan quvurga ulanadi. Natijasi esa suv ochilgach quvurda o'zi ketib, tezlikni oshirib, xuddi shilangdagidek tabiiy tortish bosim kuchini hosil etib, Kattaqo'rg'on, Narpay, Paxtachi tumanlari hamda Navoiy shahri aholisini nasoslarsiz samotok ichimlik suvi bilan ta'minlab, shu tumanlarning pastdan yuqori qismiga suv haydayotgan barcha yuzlab ulkan va katta kichik nasoslarga ehtiyojni yo'qotib, yiliga 50 milliarddan ortiq so'mlik energiyamiz ko'kka sovurilmay, isroflanmay, pulga aylanib, yurtimiz iqtisodini ko'tarishga xizmat qilar edi. Bundan tashqari suvga tashnab bu tumanlarning suvsiz dasht hududidan o'tishi kerak bo'lgan bu quvurning bosim kuchi oziq ovqat yetishtirish yo'lida issiqxona, chorva, parranda, bog'bon, kichik dehqon, fermer xo'jaliklari uchun ham ko'plab ish o'rinlar yaratib, ular uchun tomchilatib, yomg'irlatib sug'orishga elektr nasoslarsiz imkoniyat ham paydo etar edi. Ushbu taklifimda samotok usulni daryo o'tgan ko'plab viloyatlarda ham ichimlik suvi uchun ham qishloq xo'jaligi suvlari uchun ham qo'llanilsa, qanchadan qancha suvimiz isroflanmay, yerga singib, pastki hududlardan sizib chiqmay, yerlarni sho'rlantirmasdan tashqari, minglab katta nasoslarga ehtiyojni yo'qotib, milliard so'mlik energiyamiz isroflanmay, foydali tomonlarga xizmat qilar edi. Ana shunday yurtimiz iqtisodiyoti uchun juda foydali bo'lgan taklifimni 20 yildan buyon suv, energiya, yer isrofining oldini olishning eng sodda, oddiy usulini tegishli joylarga tushuntira olmayapman nazarimda. Shu tufayli siz fidoyi jurnalistlar bilan joyida o'rganib, birgalikda efir qilib, tegishli vazirliklarga tushuntira olsak, ushbu taklifim tez amalga oshar edi. Demak, taklifim qancha tez amalga oshira olsak, bu samotok usul boshqa viloyatlarga ham shuncha tez namuna bo'lib ommalashar edi. Xullas, turli xabarlardan suvdan qiynalayotgan yurtdoshlarimizni eshitganimda, men ham o'zimni shu insonlar ahvolida his etib, bunday holatga yechim izlay boshlar edim. Shunda yurtimizda suvning cheklanganini hisobga olib, juda ko'p yerlarga, manzillarga suvni katta polietilen quvurlarda tabiiy bosim kuchini hosil etib, samotok usul bilan olib borish eng zo'r yechim deb topar edim. Chunki polietilen quvurlar tiniq suv bilan yer ostida remontsiz, ariq latoflardek qazish, tozalash ishlarisiz uzoq yillar xizmat qilish bilan birga, undagi suvning bosim kuchi yomg'irlatib, tomchilatib, sug'orishga qulaylik yaratib, yana quvurning ustidan ham hosil olsa bo'lar edi. Shu boisdan suvning isrofgarchiliklariga, bor imkoniyatlarga befarq bo'lolmaganimdan, achinganimdan kelajakni o'ylab, suv, yer, energiya isrofini oldini olishga oid taklifim tug'ilgan edi. Shu taklifim shu yurtimiz iqtisodi farovonligi yo'lida juda foydali bo'lganligi uchun ham uni amalga oshirish zarurdir. Bu davr talabidir. Davr talabidan kelib chiqqan ushbu taklifim hurmatli prezidentimizning 2025-yil dekabr oyidagi O'zbekiston xalqi va Oliy Majlisga qilgan murojaatnomasidagi suvni tejash haqidagi so'zlarga juda ham mosligini inobatga olib, tezroq davlat dasturiga kiritib, amalga oshirishda, keyinroq bu samotok usul yurtimizning boshqa viloyatlarida ham qo'llanilishi, ommalashishi uchun ham siz fidoyi jurnalistlardan yana bir bor shu yurtimiz manfaati yo'lda bor iqtidorlaringiz bilan kirishib, astoydil o'z yordamlaringizni ayamaysizlar degan umidda edim.